qiynoqlikka uchraganda biz boshida boshqa sabablarini qilib ko'rdik sizga kelishimizga davr. Lekin may oyida sizga keldik. Boshida faqat mas tabletkalar bilan shug'ullangandik. Oktyabr oyida birinchi etapini oldik. Keyin 20 kun, 25 kundan keyin o'sha bizga rezultat bilindi. Ikkinchi etapi Qayerdan kelyapsiz? Andijondan kelyapman. Qayerlisiz? Andijondanman o'zi asli, lekin Buxoroda yashayman. Endi Bemormiz? Farg'onada yashayapman. Asosiy birinchi kelishganda bemorlarimiz Manzilimiz- Buxorodan kelishib, keyin Andijon borishib, hozir yana kelishib, yana ketamiz. Opa, bugun qilmasangiz bo'lmaydi, chunki bugun meni ko'ruv kunim emas edi. Bugun qilmasangiz bo'lmaydi, iltimos qilishdi. Anchadan beri bu bolamni taniyman. Boshida yig'lab kelardi. Hozir mana o'zi turib, kelib, hijolat bo'lmasdan mana joylarimiz hammasi katta ochiq edi. Mana joylarimiz katta ochiq edi. Rasmini ham jo'natamiz. Mana alhamdulillah hozir natijalarimiz juda ham zo'r. Asosiy narsa soch to'kilish to'xtadi. Va undan keyin ayajonisi hozir qora soch chiqmayapti. Jigarrang soch chiqyapti. Endi dard qaranglar, g'amni qaranglar. Endi rangiga nima qilyapsiz? Alhamdulillah. Glavoy soch chiqdi. U yog'iga endi hech narsa emas, keyinchalik ham sochimiz qorayadi. Mana bugun ikkinchi etap lecheniamizni boshlaymiz. Rahmat, baraka topinglar. Zo'r.